Assalomu alaykum obunachilar. Mana o'rdakka qiziqqan, ananlarga qiziqqan akalarimiz uchun mana aktel zotini so'ragandinglar. Mana fermasiga keldik. Shavkat akami oldigan. Assalomu alaykum. Shavkat akam fermasiga keldik. Tuzingiz aka tarjimasini o'zingizdan. Aka, siz fermasiga keldik. Bizga endi shuni ma'lumotlarini, aktellar, favorit qanday, buni zot qanday, uni zot qanday, bu necha kilo qiladi, hammasini to'liq ma'lumotini xudo xolasa aytib berasiz. Aka, bularning zoti aktellar. Bular zot aktel, ikkovi ham. Mana 35 kunlik bo'ldi. Mana bu 20 kunlik bo'ldi. Bunisi 35 kunlik. 35 kunlik bo'ldi. Mo, Desa hozir 2 kilo chiqadi. 2 kilo rostama qo'l olib ketdi, mana uni qo'l olib ketdi. Bunisi 35 kunlik, bunisi 20 kunlik. bunisi mana ko'ringlar, bunisi 35 kunlik, bunisi 20 kunlik. Qoyil lekin men ham talab qolmadim. Bunisi nima zot aka? Bu favorit, bu 25 kunlik edi. Bu favorit. 25 kunlik. Mana kulrang bo'lar ekan, bu toza Kulrang, toza. Bunisini ham ko'rsatib qo'yasizmi o'g'ri? 25 kunlik favorit shunaqa bo'ladigan bo'lsa, oddiy bo'ldi. Qanaqa bo'ladi? Shunaqa. Bu ota-onalar ekan favorit bilan aktellar. Bunisi favorit. Bunisi aktellar. Gabaritini qarang. 4 kilodan oshadi. Mana. Mana qarang, mana. Mana uni qarang. Ikkovini. G'ozdan ichi kichkina ekan xolos. G'ozdan ichi farqi bor. G'ozdan turibdi, g'ozdan jinda farqini qaranglar. Bularda qumini ham ko'rdik. Hozir qumini ham ko'rsatamiz sizlarga. Mana favorit bilan aktellar tuxumiga qiziqqan akalar mana foydali taraflari bo'lgan. Aka, buni foydali taraflarini ham o'zingiz tushuntirib berasiz. Endi tuxumi foydali, bizda damashq qiladi. Damashq qiladi bu. Shu uy tovuq qo'shib, mana yo'q foydasi bor. Hozir fleykasini 80 ming so'm favoritini beryapti. Akteldikini 150 ming so'm beradi. Akteldiki 150 ming so'm, favorit 80 ming so'm. Lekin bu ham og'irligi fleykasi, ha. 30 dona. Buni ko'pchilik aytdi, buni shamollashga qarshi deydi. Gap to'g'rimi aka? Endi hamma ko'p odam kelib doriliklar deydi. Ha, dorilikka deb ketyapti. Qog'oznikini olyapti, bunikini olyapti. Biri aytyapti, ko'kini bering deydi. Tuxumni ko'ki ham borda. Men hozir mayda bitta ikkita qo'yib qo'yganmiz. Favoritlarni mana kelganlarga ko'rsin deb. Bundan keyingi videomizda haqiqiy joyiga boramiz. Jo'jani ham haliga 1 kunlikdan tortib 1 oylikgacha borda. Hali bitta 5 ta olyapti, telefonni olmayapti deydi. Adres tasang, lokatsiyan tasang deydi, kelishmaydi. Kelsam bunday ko'rsatamiz hammasini. Nechta bor? Mana misol 3 mingta jo'ja hozir tayyor bor. Endi 1 kunligidan tortib 1 oylik, kattalari bor, aktellar 35 kunligigacha borda. 35 kunligidan hozir bir 800 ta bor. 800 ta bor. O'sha katta o'rdalarga qo'shdik. Ha, bu katta o'rdalarga qo'shdik. Qo'shdik. Endi uni misol har doim kelsa, yoqib qolsa, ajratib beraveraman. Buni aka, ko'pchilik ham kommentariy yozyapti. Buni o'rdakni jo'jasini olib katta qilsa deyapti. Tuxumidan ochirmoqchi bo'lsa, necha kilo chiqadi deyapti? 28 kilo. 28 kunda ochib chiqadi. Buni o'zi ham turki bo'ladi, o'zi ham turki bo'ladi. Hozir sizlarga aytayapman, katta fermaga olib boraman. Haqiqiy fermaga. Asli jo'ja baqadigan joydan katta jo'ja baqadi, ikki tagi. Tuxumini ham ko'rasizlar, turkisini ham ko'rasizlar. Odamlar aytadi, "Bunga vatadan chiqqan turki bo'ladi." 20-30 ta yotdi, turki. 20-30 ta turki bo'lib yotdi. Voy, mashalloh. Bu ham turki bo'lib ochib chiqadi. O'zi ochib chiqadi. Amma mana tuxumi ham grami olma jo'jani singari ekan buni. 3 kilo 3,5 kilo chiqadi. Bir fleykasi. Bir fleykasi 3 kilo 3,5 kilo. Voy, mana deb. Obunachilar, sizlarga ham tavsiya qilamiz mana. Xohlasa yolg'on bo'lmadi. Akamiz o'ziga keldi. Akamiz o'zi chiqarib bermadi. Kattasi deysizmi, kichkinasi deysizmi, xudo xolasa mana 28 30 kun 35 kun shu jo'jalari bor. Xudo xolasa sizlarga chiroyli holatda qilib beradi. Yana qisqacha videolarini qilamiz. Yemoqlarini, nima yeydi, qaysi kunligida, qanaqa don yeydi, 10 kunligida nima yeydi, birinchi ochilganda nima yeydi, hammasini sizlarga video qilib o'tamiz. Akamizdan maslahatlarini olamiz. Aka, favorit jo'jalari ham bor ekan. Favorit jo'jalari. Nechta qo'ygan ekansiz, ko'rib qoldim. Men ham aytib ketaman, umumta. Menga ham berasiz. Ular necha kunlik ekan bular? 15 kun. 15 kunlik haftalik. 2 haftalik bo'ldi. Jo'jani qarang. Jo'jani chiroyliligini ko'ring, bum bo'ladi. Bular jo'jani singar ekan. Aka, bular nechta bilan berasiz? 25 ming. Nechta berdi? 3-400 ta qilib beramiz. 3-400 ta bor. 25 ming demang, aka keling. Menga ham berasiz. Menga 25 mingdan bersangiz ham, meni orqamdan keladigan obunachilaringga necha pulga berasiz? Bo'ladi. 23 ming berasiz. Mana deyman, 18 mingdan berasiz. 18 ming so'mdan berasiz mana. Yana obunachilarim sizga aloqaga chiqadi. Xudo xolasa qiziqadigan, paranda ishqibozlari bor. Shunaqa ishqibozlari bor. 500 ta oladigan bo'lsa, siz obunachilarga 20 mingdan qilib berasiz. Arzon qoladi. Bu 20 ming so'mdan qilib berasiz. Mana obunachilar xudo xolasa 15 kilo demaysiz buni ko'rib. Yeganini qarang mana. Mana ko'rsatib qo'ying, mana nima yeyotganini. Burlar donini startni to'xtatmay yediryapti ekan. 9 ming so'm buni ham kilosi. 20 ming so'mdan akamiz bilan baraka qiling aka. Mana. Bo'ldi, kelaverasiz. Men ham 10 ta olaman.